Hammaga assalomu alaykum do'stlar va nihoyat uzoq tanaffusdan so'ng yana Monsterverse franshizasi haqida video tayyorladim. Bugungi rolikda ushbu kino olamida chiqqan top 10 ta eng kuchli maxluqlarni ko'rib chiqamiz. Qani unda ketdik. Titan Rodan. Ushbu maxluq kino olamida birinchi va oxirgi marta 2019-yilda chiqarilgan Godzilla maxluqlar qiroli filmida qatnashgan. Maxluq shaharda vulqon ichida uyquda edi toki Gidoraning alfa signali chalinmaguncha. Rodan Godzilla, Kong va Gidora singari alfa titanlar turiga kiradi. Filmda u Gidora bilan ham to'qnashib, mag'lub bo'lgach uning xizmatkoriga aylanadi. Film oxirida esa Godzilla uning qirolini o'ldirgani uchun biroz jahli chiqadi, lekin baribir yangi qirolga bosh egadi. Rodan hozircha qayerga ketganligi aniq emas, lekin umid qilamanki qaysidir proyektda yana uni eslab o'tishadi. Muto. Nega aynan uni Rodandan ustun qo'ydim? Chunki Mutolar 2014-yilda chiqarilgan Godzilla filmida unga anchagina qiyinchilik tug'dirishgandi. Agar Rodan Godzilla bilan jang qilsa, Mutodan ham tezroq mag'lub bo'lishi aniq. Mutoning Godzillaga qarshi jangda Rodanga nisbatan ustunligi bu uning bo'yi bo'lib 92 metrni tashkil etadi. Mutolarning birini shuningdek Godzillaga bosh egadigan maxluqlar orasida ham ko'rishimiz mumkin. Qirol Skar. Boya aytganimdek, jangda bo'yning uzunligi anchagina ustunlik beradi. Mutodan farqli o'laroq Skarning bo'yi 98 metrni tashkil etadi. Muto Skarga anchagina qiyinchilik tug'dirishi mumkin, lekin aqli va quroli yordamida Skar uni yengishi aniq. U asrlar mobaynida eng katta titanlardan biri Shimuni o'z boshqaruvida ushlab turdi. Bu esa har kimning ham qo'lidan keladigan ish emas. Qirol Skar qanchalik ayyor jangchi bo'lmasin, Kongga qarshi yakkama-yakka jangda yengildi va orqasi yonganidan so'ng Shimuni ishlatishga qaror qildi. To'g'rida, kimsan Godzillaga vizif tashlagan Kongni mensimasdan ustidan kulgandi, lekin kuchi yetmadi. Kong Chanoq oroli filmidan buyon alfa titanlarga qarshi muntazam jang qilib kelgan. Ilk filmda qirol Chanoqzavr, keyin esa Godzilla, oxirgi filmda esa Skar va Shimuga qarshi munosib kurashdi. Titan Mafusail. Ko'pchilik aytishi mumkin, Kong undan kuchliroq deb, lekin ushbu maxluqning jang qilganini bizga ko'rsatishmadi. Agar ko'rsatishganida ham 120 metrdan ham balandroq Titanga qarshi Kongda imkoniyat kamroq bo'lar edi. Mafusail Kongni jangda to'liq yenga olmasligi mumkin, lekin Kong ham bu ishni amalga oshira olmaydi. Ularning yoshi va bo'yidagi farqni inobatga olib, Mafusailni bir pog'ona ustun deb bildim. Titan Tiamat. Ushbu titan ilk bor Godzilla va Kong Yangi Imperiya filmida Grenlandiya sohillarida aniqlangan. Godzillaning pushti energiyasi oldingi ko'k energiyasidan anchagina kuchliroq ekanligini bilamiz. Aynan bu energiya Tiamatda mavjud va u ham alfa titanlar sarasiga kiradi. Filmda uni Godzilla osonlik bilan yenganiga e'tibor bermang, chunki ushbu filmda bir emas ikkita asosiy yovuz mavjud. Asosiy e'tiborni ularga qaratish uchun esa Tiamatni sekin chetga chiqarishga qaror qilishdi. Haliyam uni suvda suza oladigan maxluq Godzilla yengdi. Tiamatni tepada sanab o'tgan barcha maxluqlarim bilan suvdagi jangini tasavvur qilib ko'ring. Shunchaki ularda umuman imkoniyat bo'lmasdi. Qirol Gidora. O'zga sayyoralik alfa ajdar asrlar davomida Antarktida muzlari ostida monarx kuzatuvida bo'lgan. Keyinchalik odamlarning orqasi qichib uni ozod qilishganida yer sayyorasida katastrofani boshlab yubordi. Bundan cho'chigan odamlar unga qarshi kislorodni yo'q qiluvchi bombadan ham foydalanib ko'rishdi, lekin yo'q. Hech qanday natija yo'q. O'zga sayyoralik maxluqning yashashi uchun hatto havo ham kerak emas. U alfa signali orqali boshqa maxluqlarni uyqudan uyg'otdi va yerning turli burchaklariga borib buzg'unchilik amalga oshirdi. Agar film oxirida Godzilla tasodifan termoyadrli qurolga aylanmaganida Gidora uni o'ldirardi. Aniqrog'i u bu ishni oldinroq uddalab bo'lgan, lekin odamlarning yordami tufayli Godzilla yana tirildi. 3-o'rinda maxluqlar olami Terminatori Mechagodzilla. Uni ro'yxatga qo'shishga biroz ikkilandim, lekin Gidoraning miyasi orqali boshqarilganligini inobatga olsak, qisman maxluq desak ham bo'ladi. U bir o'zi Godzilla va Kongga qarshi tura oldi va ularni deyarli yengdi ham. Agar odamlar aralashmaganda o'ldirgan ham bo'lardi. Mechagodzillaning asosiy kuchi bu yer osti energiyasi bo'lib, sayyoradagi har qanday energiyadan kuchli hisoblanadi. U boshqaruvni o'z qo'liga oldi, demak uni Gidora boshqarmoqda. Aniqroq aytadigan bo'lsak, Zero maxluqi yangi rivojlangan tana bilan yana hayotga qaytdi. Titan Shimu. Godzilla va Kong Yangi Imperiya filmidan bizga ma'lum bo'lishicha, Shimu bir paytlar yer yuzida muzlik davrini keltirib chiqargan. Albatta Skar boshqaruvida, lekin yerning qo'riqchilari Godzilla, Mothra, Rodan va yana bir nechta titanlar birlashib, Skar va Shimuni yer ostiga qamashadi. Shimu o'shandan beri Skar tutqunligida u buyurgan har qanday buyruqni bajarardi. Godzilla va Kongga qarshi jangda uning
uning muzli nafasi qanchalar xavfli ekanligini ko'rdik. U yer ustiga qaytganida Rio-de-Janeyro shahrini muz bo'laklari ostida qoldirdi. Kristal singanidan so'ng esa Skarni o'ldirishga ham katta hissa qo'shdi. Endilikda u Kong bilan birgalikda yer osti hukmdori va katta ehtimol bilan Godzilla va Kong Supernova filmida ham qatnashadi. Hozirda filmning suratga olish ishlari ketmoqda. Premyera esa 2027-yilning 26-martiga rejalashtirilgan. Agar film haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, bizning Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Kanal manzili video ostida. Va nihoyat birinchi o'rinda kim allaqachon sezdingiz maxluqlar qiroli Godzilla. U har bir filmda o'z raqiblarini yanchib kelgan. Muto, Ghidorah, Kong, Scar, Shimo qanchalik kuchli bo'lishmasin, Godzilla ularni shunchaki sochib tashladi. Yana u har bir filmda oldingisidan ko'ra kuchliroq bo'lib qaytadi. Orqasidagi shoxlari ham o'sib bormoqda. Supernova filmida ham yangicha ko'rinishda yoki yangi kuch bilan qaytsa hayron qolmang, chunki bu uning stili. Eng asosiysi esa uning maksimal kuchli formasi termoyadro bo'lib, bir necha soniya ichida butun shaharni kulini ko'kka sovura oladi. Yuqorida aytib o'tilgan barcha maxluqlar bilan uni o'zingiz solishtirib ko'ring. Qirol baribir bir pog'ona ustunda turadi. Ro'yxat bilan tanishib chiqdingiz. Agar qaysidir titanni olgan o'rni sizga yoqmagan bo'lsa, o'z top 10 talik ro'yxatingizni kommentariyada yozib qoldiring. Bu men uchun qiziq bo'ladi. Yana qaysi kino olamidagi personajlar haqida top 10 talik video ko'rishni xohlasangiz ham albatta yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xayr.